Kataloglar tugatyapmiz mana. Hamma joyda tushirib qo'ydik 12 santimetrdan. Bu zal. Bu joyda karniz uchun qo'yib qo'ydik. Bu yotoqxona, spalniy. Eshik tepasini shunga to'g'rilab qo'ydik endi. Boshqa iloji yo'q edi. Bu chegani ko'rib qo'yamiz yig'sa endi. Bu dushovoy, spalniy o'ziniki. Oshxonani yopadigan bo'ldik bu tomonni. Ventilatorni yonboshlab o'tib qo'ydik. Ko'rib ichida olib kelamiz. Oshxonaga to'g'ri olib tushib qo'yamiz mana bu joyga. Bu ham 40 santimetrlik ko'rib qilamiz bu joyni. Bu yoq balkon. Balkonni kafel qilib qo'yamiz o'zini, polini bo'ldi. Bu ko'cha. Buni katalga tushadi. Katalga 80 joy qo'ydik. 60 joy tashladik. Undan keyin 60 pechka bo'ladi. 120 yana shkaf bo'lib turib, bu chekkaga xolodilnik tushadigan chekkaga tushadi xolodilnik. Pasidomaga pastga bo'ladi. Suvni mana bu yerdan tortib olib boramiz u chekkaga. Ventilyatsion shaxtani o'rtasi ochiq ekan, pena qilib tashladik endi. Qo'shni ovoz kelmaydigan qilib. Balkon ikkita bu joyda. Ga 2 metrlik balkon ham bor. Ko'chani ko'rib turadi. Atkosi chiroyli qilib yopamiz. Polni ham eshikdaga olib keladigan bo'ldik laminatini. Endi bu hafta qiladigan ishlarimiz shit teramiz. Sanuzullar kafelini boshlaydigan bo'ldik. Dushovoy poddon. Hozir santexnikasini boshqatdan qilib chiqamiz endi. Razmerlari ham xohlagan joyga qo'yib ketgan. Hozirgi kungacha shu uyga rasxotimiz gipsogarboniga mana 4.700.000 ketdi. Rodbond oldik 130 kop 48.000 dan. Yana olib keldik 10 kop
6 milyon, 6,5 milyon ketdi. 11 milyon so'm rasxod bo'ldi hozirgi kungacha. Endi yana bir 15 milyon bilan Aboga yetib borsak, undan keyin uydagilarga olib kelib bo'y yopishtiramiz. Kraska qiladigan joy kraska qilamiz. Hali sirtinlari bor. 1-2 milyon bo'lsa sirtiniga ham shu 50 millionga aylanadi-da materialimiz o'zi.